Sho'rvali shunaqa sochni chiviriga tayyorlab ko'rganmisiz? Birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga suv, tuz, tuxum solib, aralashtirib, ustiga yog' solamiz. Nega endi aynan Zolotaya semечка? 25 yillik tajribaga ega oliy sifatli hidsiz yog' bo'lgani uchun ham foydalandim. Masalliqlarni ketma-ketlikda solib, ustiga un, raziqli zil solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindirib qo'yib, nachinka tayyorlaymiz. Qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, qirg'ichdan chiqarilgan pomidor, tuz, ziravorni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirimizdan zuvolachali yasab olamiz. Zolotaya semечка yog'lari bilan taomingiz yanada mazaliroq chiqadi. Aksiya haqida eslatib o'tib ketmoqchiman. Novel Trade aksiya e'lon qildi. 10 ta 15 prodan birini yutib olmoqchimisiz? Zolotaya semечка yog'lari bilan kreativ taom tayyorlang. Meni va Novel Trade'ni belgilang. 15 noyabr kuni g'oliblar aniqlanadi. Chivirekini Zolotaya semечка yog'lari bilan tayyorlab ko'ring.